Assalomu alaykum. Rasmiy kirish so'zi. LDE Law of the Digital Economy dasturi rahbari professor doktor Thomas Hogan nomidan. Hurmatli hamkasblar, aziz dastur ishtirokchilari, sizlarni LDE dasturining navbatdagi bosqichida samimiy qutlab, ushbu ilmiy hamjamiyatga xush kelibsiz demoqchiman. Dasturimizning asosiy maqsadi turli mamlakatlar va huquqiy maktablar o'rtasida mustahkam ilmiy ko'priklar barpo etish, zamonaviy huquqiy muammolarni chuqur tahlil qilish va xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishdir. Axborot huquqi, media huquqi va iqtisodiy huquq sohalaridagi ko'p yillik ilmiy va pedagogik tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, bugungi global muhitda ilmiy almashinuv va ochiq muloqot har qachongidan ham muhimdir. Ushbu dastur aynan shunday imkoniyatlarni yaratadi. Turli mamlakatlardan kelgan talabalar, tadqiqotchilar va professorlar bir maydonda uchrashib, o'z tajribalarini baham ko'radilar. Yangi ilmiy g'oyalar va loyihalar ustida birgalikda ishlaydilar. Sizning ushbu dasturdagi ishtirokingiz nafaqat shaxsiy ilmiy rivojlanishingizga, balki xalqaro akademik hamkorlikning mustahkamlanishiga ham xizmat qiladi. Ishonch barchangizga ilmiy izlanish va tadqiqotlaringizda omad va muvaffaqiyatlar tilayman. Dastur davomida siz bilan yaqindan hamkorlik qilishdan mamnun bo'laman. Hurmat bilan, professor doktor Thomas Hogan, LDE Law of the Digital Economy dasturi rahbari.